Bu Koreya Respublikasidagi Changhou firmasini ish joylari. Bu o'sha Koreya Respublikasidagi Changhou firmasini video ko'rinishi. Video ko'rinishini sizlarga boshqa narsalarni qo'yib bersin. Ikkita qismlarning videosini ko'rsatib beradi.
sizlarga chiqarilgan ehtiyot qismlar mana shu ko'rinishda chiqib ketadi. Eng yaxshisi sifatlari yaxshi holatda qadoqlanib yuborib beriladi. Bu yerdagi ehtiyot qismlar O'zbekistonda eng ko'p ishlatilgani uchun o'sha ehtiyot qismlarida faqat videosi bilan rasmlarni joylagan. Sizlarga kerak bo'lsa juda ko'p xohlagan brendlaringizda ehtiyot qismlarni topib berishadi. 동영상은 다 끝났고 동영상에 이제 저 회사 전체 규모를 확인하기 어려우니까 회사 전체적인 이미지가 나오는 이미지 하나 보여드리겠습니다. Hozir video lavhalarning hammasi tugadi. Yana bor edi, ular ko'rsatib beringizlar, ko'p vaqt ajratib qo'yamiz. Endi Koreya Respublikasiga firmaning ko'rinishini hozir sizlarga bitta ko'rsatib, ta'riflab beramiz. Bu firmaning tepadan ko'rinishi. 영상으로 보셨지만 저희 업체는 여기부터 이렇게 Videoda ko'rganlaringizga o'xshab, bu tepadan olingan surati. 두 개의 사무실동을 갖고 있습니다. 2층 건물, 1층 건물. Ikkita firmasi bor. Birinchisi, ikkinchisi xodimlar ishlaydigan joy. 추가적으로 차량이 입고되면 그리고 이쪽에서 차량 검수 판정을 받습니다. Mashina bu tomondan kirib kelib, o'sha joyda tekshiriladi, birinchi mashinalar turgan joyda. 검수 판정이 받은 차량 중에 구매자들이 원하는 것들은 따로 보관이 되고 이쪽에서는 수출 차량을 수출 중고차를 판매하는 보관 장소입니다. Bu yerdan mashina kirib kelganda tekshirib bo'lgandan keyin xaridorlar zakaz qilgan narsalar bo'lsa, mashinalar brenddagilar o'shalar alohida bu tomonga olinib, pastga olinib qo'yiladi eksportga chiqarilishga. 이쪽은 이제 자동차 부품들을 대량으로 이제 판매하는 이제 보관 장소이고 100개, 50개 단위로 이제 보관해놓고 이제 판매하는 보관. Bu tomoni mashinalar turadigan joy. 100 tadan 150 tagacha mashina chiqadi. Mashinalarni o'sha tomonga olib qo'yadi. 판정이 완료되면 이런 식으로 적재가 되고 이제 그 해체가 진행돼야 되는 차량 구매 오더가 발생이 돼서 작업을 해야 되는 차량은 이 해체동 안으로 들어가는 Avtomobil ehtiyot qismlari bu tomondan kelganlari ham bitta-bitta o'tib kelib, ehtiyot qismlariga o'zi har bir yo'nalishda ehtiyot qismlari bo'ladi. O'sha joyda hamma ehtiyot qismlari bo'ladi, adina bo'ladi. 자동차 해체 작업동은 세 가지가 있고요. 보통 이곳에서는 가솔린 자동차를 해체 진행을 하고 있고 이쪽에서는 디젤 자동차를 해체하고 있습니다. 마지막 이쪽 긴 라인은 최신 해체 시설인 컨베이어 작업 시스템을 도입해서 여러 차량들을 빠르게 작업할 수 있는 시스템을 구축했습니다. Mashinaning ehtiyot qismlariga ajratganda 3 xil bo'linadi. Bu tepa tomonda turgani benzin mashinalar, past tomonda turgani esa dizel, salonka mashinalar bo'ladi. Bu eng pastda turganlar gaz va boshqa turdagi mashinalar bo'ladi. Juda tez ehtiyot qismlari bo'linib, eksportga tayyorlanadi. 각 부분에는 이제 자동차를 부품들을 보관할 수 있는 보관동이 형성이 되어 있습니다. Ko'rib turganlaringiz joylarda esa ehtiyot qismlar saqlanadi.
추가적으로 부품을 만들고 이제 작업장 보낼 때 이쪽은 컨테이너 작업 장소이고 작업이 이루어지면 이쪽은 컨테이너 작업까지 진행하는 시스템을 갖추고 있습니다. Bu tomonda konteyner kirib kelib, bu yerda zakaz tushgan, bu yerda bo'lgan ehtiyoj qismi hammasi yig'ilib, yaxshi qadoqlanib, o'sha yerga konteynerga ortilib yuboriladi. Shundan bu Koreyadagi firmani sizlarga hamma tomonni tushuntirib berdi. Hammalaringizga katta rahmat. 신도를 쓰면 좀 남았어. 조금 저희가 이제 우즈베키스탄 시장 분석과 이제 우즈베키스탄 시장 내의 고객 니즈를 이제 분석을 간단하게 하였는데 우즈베키스탄 시장도 점점 노후 차량에서 좀 좋은 차량들로 많이 이제 발전을 하고 있는 상황인 것 같습니다. Hozir bular O'zbekistonda yaqin 5 kundan beri hamma bozorlarda ko'rib tekshirib yurishibdi. O'zbekistonda ham asta-sekinlik bilan boshqa brenddagi mashinalarga O'zbekistondagi mashina bozori ham sekin-sekin yaxshilanib borayotganini aytyapti. 한국 브랜드도 이제 점유율이 확대되고 있는 것을 확인했고 이제 지금 짧은 기간에는 아니지만 긴 기간을 본다면 충분히 가능성 있는 시장이라고 생각을 하였습니다. Hozir O'zbekistonga Koreya brendlari ham kirib kelgan. Hozirgi vaqtda emas, uzoqroq vaqt bilan ko'rsak, O'zbekistondagi Koreya brendlari nasib ko'payib qoladi. 했을 때 이제 경제적인 부분, 이제 가성비 위주에 있는 부품들을 많이 선호하는 것을 확인하였고 그것에 따른 품질 좋은 한국산 제품을 납품하기에 충분히 좋은 시장이라고 판단하였습니다. Hozir bundan ozroq vaqt bo'lsa ham bozorlarni o'rganib ko'rdi. Koreya brendidagi ehtiyoj qismlarni O'zbekiston bozoriga bemalol olib kirsak bo'ladi. Bu yerda o'ziga yarasha xarid qiladigan insonlar bor deb o'ylaymiz. Biz tekshirib ko'rgan natijalarimizda o'sha qarorga keldik. 주요 고객들, 구매자들 여기 있는 사람들이 이제 아쉬운 포인트로는 이제 품질에 대한 이제 불투명성, 직접 받았을 때 물건에 대한 파손이나 아니면 상품이 원하는 상품이 오지 않았을 때 그리고 이제 재고 변동성인데 이제 재고를 이제 어느 정도 확보를 하거나 이제 규칙적으로 이제 공급을 받지 못하는 상황이 발생이 되었을 때 그리고 실질적으로 물건은 구매를 하였지만 이런 우즈베키스탄 오는 과정에서 문제가 생겼을 때 이런 부분이 가장 큰 문제점이고 아쉬운 부분이라고 생각했습니다. Hozir O'zbekiston bozorida minus tomonlaridan biri siz zakaz qilgan narsani qanaqadir bir muammo bilan qabul qilib olishingiz, yana qabul qilib olishga hozir vaqt ketishi, siz zakaz qilgan narsa yo'lda kelayotganida logistikada qanaqadir muammo bo'lishi o'sha tomonda minus bo'lib turibdi hozircha. Buni ham yaxshilashni niyat qilib, yaxshi tomondan o'ylab qo'yganmiz. 우즈벡 시장의 주요 이제 포인트로는 이제 저희 회사가 이제 대량 물량을 공급할 수 있고 여러분들의 물건을 충분히 납품할 수 있는 회사여서 안정적인 물량 공급과 그리고 이쪽 시장에 있는 자동차 부품에 대한 호환성 검증, 품질 관리까지 이제 충분히 역할 수행할 수 있다는 것을 주요 포인트로 잡고 있습니다. Hozir Koreya firmasi O'zbekistonga ehtiyoj qismlarni yetkazib berishda sizlarga qolgan firmalarga nisbatan arzonroq va sifatli tez yetkazib berishdi. Va bu yerdagi minuslarni iloji boricha tezlik bilan hal qilib, shu yerdagi firmasi borlarga yoki oddiy xaridorlarga juda katta yengilliklar va yordam qilish niyat qilib qolgan. 해결 방안과 어필 포인트로는 품질에 대한 것과 그 사이트 연동을 통해서 실시간으로 물건을 확인하고 구매를 할 수 있는 부분 그리고 이제 비용적인 부분인데 이제 차량 물건에 대한 것은 아니고 이제 물건들 통관 이제 물류 이런 부분에 대한 내용입니다. Bu yerda saytda shunaqa joylar ham kelib chiqadiki, sizlarga qanaqadir muammo bo'lsa, o'sha vaqtda sirasi yozsalaringiz, va sizlarga tug'ilgan muammolarni hal qilib beradi. Qanaqadir muammo bo'lsa hal qilib, xohlagan sizlarga foydalaringizga ishlab beradi. Bu sayt ham yaqin kunlarda tayyor bo'lib qoladi. Nasib tayyor bo'lib qolsa, sizlarga juda katta yengillik bo'lishini kutib qolamiz. 이 부분도 동일한 내용이고 마지막으로 해외 사업을 진행을 하였을 때 언어, 소통이 제일 중요한데
저희는 이제 우즈베키스탄 시장 내에 실크로드와 협력해서 이제 충분한 고객 소통이나 문제를 충분히 할 수 있습니다. Oxirgi o'rinda sizlarga aytib o'tishim kerakki, boshqa davlat bilan ishlayotganda til eng birinchi o'rinda bo'ladi. Gaplashib, kelishib olishda. Sizlarga eng katta yordam tegani Silk Road firmasi bo'ladi. Sizlar bular bilan kelib bemalol ishlasalaringiz, tildan ham, zakaz qilishdan ham, to'lovdan ham hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Eng xavfsiz bo'ladi va sizlarga juda katta sifatli va tez yetkazib berishda o'zlarining xizmatlarini taklif qiladi. 왜 저희 업체와 실크로드 여행을 하는지 오늘에 대해서 말씀드리겠습니다. 아까도 보셨다시피 저희는 큰 대규모 업체를 운영을 하고 있고 연간 한국에서 발생되는 16,000대의 자동차를 해체 처리하고 부품을 생산하고 판매를 하고 있습니다. Hozir Koreyadagi Chongwon firmasi bilan O'zbekiston Respublikasi Silk Road firmasining hamkorliklarini yana bir marta tushuntirib o'tadi. Bu Koreyadagi Chongwon firmasi Koreyadagi eng katta firma bo'lib hisoblanadi. Katta firmalardan bittasi. Va uni hozirgacha qilib kelayotgan ishlari yiliga 16 mingtagacha mashinalarni qismlariga bo'lib yoki eskilarcha kimlardir buyurtma tushsa yetkazib kelinmoqda. 그리고 굉장히 신뢰할 수 있는 업체이고 여러 나라들과 거래를 하고 있고 고객들에 맞춰서 이제 거래 시스템과 물건 배송하는 것도 고객에게 맞춰서 진행을 하고 있습니다. Bu firmaning hozirgacha juda ko'p davlatlar bilan ishlagan, ishlab kelyapti. Bu yerda xaridorlarga narxini, vaqtini yetkazib berishdi. Xaridor talabiga qarab to'g'rilab berishadi. 이런 시스템은 저희가 많이 해왔었고 큰 문제 없이 배송과 이제 물건을 주문하실 수 있습니다. Bu sistemada biz juda ko'p vaqtdan beri ishlaymiz. Hech qanaqa muammo bo'lmagan. Shuning uchun bu yerdagi xaridorlar ham bemalol xarid qilib, yoki mana shu yerda o'zlaringizga buyurtma berib, bemalol foydalanishingiz mumkin. 실시간 소통과 검대를 할 수 있는 업체이고 문제 없이 언어적인 부분을 해결할 수 있습니다. Oxirgi ko'rganlaringizda onlayn vaqt bilan bular bilan gaplashib yoki qanaqa ma'lumot kelib tursa bemalol olsangiz bo'ladi. Yana bu yerda hozirgacha hech qanaqa katta muammo bo'lmagan. Nasib bundan keyin muammosiz sizlarga yaxshi xizmat ko'rsatishni niyat qilib qolgan. 이 부분은 저희 회사 시스템 이미지인데 지금 인터넷이 좋지 않아서 추가로 궁금하시면은 보여드린다고 하고 모든 물건과 이제 상품 같은 경우는 이제 그 나라에 맞는 언어로 번역이 되고 Hozir bu yerda ko'rayotganlaringiz Chongwon firmasining sayti bo'ladi. Hozir bu yerda internet yaxshi bo'lmaganligi uchun hammasini ko'rsatib bera olmayapti. Nimada qiziq bo'lsa, Silk Road firmasi orqali bemalol so'rab qiziqib yoki xohlasalaringiz internet orqali kirib o'zlaringiz bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Rus tilida ham chiqadi. Qiziqqan hamma savollaringizga bemalol javob olishlaringiz mumkin. 들어가면 자동차에서 나오는 부품들을 카페에서 확인하실 수 있는 사이트입니다. Bu saytga kirsangiz avtomobilning barcha yetkazib qismlari chiqadi. Narxini, o'zining turgan holatlarini hamma narsasini bemalol ko'rib tekshirib olishlaringiz mumkin. 이제 저희 장원 폐차 산업과 실크로드 컴퍼니와 협력하는 이제 소개서를 마칠 예정이고 궁금하신 사항은 이쪽 번호로 지금 사진을 찍으셔도 되고 이쪽 번호로 연락 주시면은 즉각적인 상담을 진행할 수 있도록 하겠습니다. Hozir Koreyadagi Chongwon firmasi bilan Samarqanddagi Silk Road firmasini hammasini tanishtirib o'tdik. Bu yerda ularda adresi, firma nomlari va o'ng tomonda ko'rsangiz telefon raqamlari bor. Qiziqqan narsalaringiz yoki nimani ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, o'sha nomerga xohlagan vaqtda bemalol telefon qilib, o'zingiz qiziqtirgan savollarga javob olishlaringiz mumkin. 예, 그리고 마지막으로 이제 궁금한 분 질문 한 3가지 정도만 받을 예정이고 저희가 짧게 2년, 3년 짧은 기간 비즈니스 하고 오는 것은 아니고 앞으로 5년, 10년 뒤를 봤을 때 충분히 더 가치 있는 시장이라고 판단했고 그 시장에 먼저 들어오고자 여기 방문해서 여러분들한테 소개 자료를 이제 제공한 것입니다. Bizni firmamiz O'zbekiston bozoriga kirib kelishda masalan 3 yil yo 5 yil qisqa vaqt ishlash emas. Bu yerda juda katta 10 yil, 15 yil, balki 30 yil juda katta vaqtni plan qilib kelganmiz. Shuning uchun O'zbekistonga tashrif buyurdik. Hozir sizlardan qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, savollar olib,
hammasiga javob berishga harakat qilamiz. Savollaringiz bo'lsa, men o'z savol berishlaringiz mumkin. 왜 5년, 10년이라고 짧게 얘기를 했냐면은 우즈베키스탄 탄과 다르게 한국 시장 같은 경우는 교체 주기가 10년, 15년 이내로 자동차를 많이 교체하고 폐차하고 진행하기 때문에 지금 충분히 가능하다고 판단합니다. Hozir sizlarga nimaga 15 yil, 20 yil orasida vaqtni aytayotganim sababi, Koreya Respublikasida har 15 yil, 20 yil orasida hamma mashinalar almashib o'zgaradi. O'shaning uchun men shuncha vaqtni to'g'rilab aytdim. Bizni niyatimiz juda katta, juda uzoqroq sizlarga xizmat ko'rsatishni niyat qilib qolganmiz. Sizlarga firmani tanishtirganimiz shu yergacha. Qanaqa qisqa savollaringiz bo'lsa, bemalol savollar berishlaringiz mumkin. Biz firmani tanishtirganimiz mana shu yergacha. Agar savollaringiz bo'lmasa, mana shu yerda tugatamiz. Hammasi bor. Sizga nima kerak bo'lsa, sektor firmasiga bog'lansangiz, sizga nima kerak bo'lsa, hammasini o'zlari 세차요? 세차 주문하면은 금방 한 달 이내로. yangi mashina zakaz qilsangiz 1 oyda ichida olib beramiz deyapti. 1 oyda ichida. Maksimum 1 oygacha. 1 oyda ichida olib beradi. Mana boshqa viloyatlarga savdo shoxobchalarini tashkil qilish rejalashtirilganmi yoki? Mana to'g'risida 만들 예정이고 실코드가 이제 쌍파라쪽뿐만 아니라 이제 해스트나 다른 지역까지 확장을 할 것이고 일단 현재는 사마르칸트에서 다른 지역까지 배송을 하는 것을 현재 목표로 진행하고 있습니다. hozirgi vaqtda Samarqandda bor. Samarqand gruppasining yaqin kunlarda Toshkentda ochiladi. Shu yerdan turib dastlabki qilib berish xizmatlarimiz bo'ladi. Kelajakda boshqa shaharlarda ham o'zimizning filiallarimizni ochishni niyat qilganmiz. Agar yana savollaringiz bo'lmasa, biz shu yerda Masalan, chirki mo'liga o'xshagan. Tushundim. 엔진 오일만. Engine oil. hozircha mashina mo'yin bilan ishlamaymiz. Koreyaning o'zining brendlari bor. Faqat biz hozir ishlaydigan eski mashinalar, yangi mashinalar, mashina qismlarini yetkazib beramiz. Bu mashinani mo'yinni ham, motor mo'yini yaqin kunlarda yo'lga qo'yamiz. Bunda shartnoma hozir ular xodimlari Koreyadagi firma bilan shartnoma qilyapti. Savol yana bitta ikkinchi savolim Real o'zida miqdorda balon ishlab chiqaradi, zapchast. Zapchast chiqaradi. Yangimi? Balonda yangi balon. Bu so'z saytlardan manbalarimiz O'zbekistonda muvaffaqiyat qozongan. Koreyada bularda o'zida firmasining balonlari bor. Yangi ham bor, eski ham bor. Faqat hozir bozorlarda o'rganib chiqayapti balon bo'yicha. Ehtiyot qismlarida mashinalar qo'ygan. Nasib keyingi haftalarda yangilik bo'ladi balon bo'yicha. Buni sektor gruppasidan firma xodimlaridan so'rab bilib olishlaringiz mumkin. Endi shu savolni so'rashimdan maqsad nima? Masalan, bizda birinchidan motor mo'yiga bo'lgan urish kuchli. Va o'sha motor mo'yini O'zbekistonda qo'shmalik. O'zbekistonda ishlab chiqarsa, yaxshi bo'ladi. Ikkinchidan, masalan, balon bitta mashina masalan iqtisod qismlarini ko'rsatyapsizlar, masalan farasi yoki qanaqa ma'lum miqdorda 10 ta mashina statistika bo'yicha ikkitasi avariya bo'lsa, shu narsaga talab bo'ladi. Lekin balonga yoki motor mo'yiga doim talab bo'ladi.
demoqchi bo'lganim o'sha ballonni ishlab chiqarish O'zbekistonda o'zida ham brendga ballon ishlab chiqarish qondirish iloji bor. Qondirish iloji bor. Bunaqa takliflaringizni boya aytib o'tgandingiz, to'g'ri gruppasi rahbari bilan kelishsangiz, sizlarga hamkorlikda birga ishlasangiz bo'ladi, o'zlaringiz kelishib. Buni Silkov gruppasi rahbari bilan kelishasiz. Hozir endi biz savolimizni shu yerda tugatamiz. Qolgan savollaringiz bo'lsa, Silkov rahbari Anvar akadan javob olasizlar. To'g'ri. Mikrofon markazida savollar bo'ladi. Atangi yoki ajizlik. Machinsimizda. Hammalaringizga rahmat. Qanaqa savollaringiz bo'lsa, bemalol beraverasizlar. Aniq, to'g'ri javob berishga harakat qilaman. Savollar bo'lsa aytinglar. To'ldirmagan joylarni to'ldirib boramiz. Qachondan boshlanadi aka bu ish boshlanishi? Mashina bo'yicha bizlar 5 yildan ortiq ishlab kelyapmiz. Zapchast sohasida endi mana bular bilan birga boshladik. Endi xudo xohlasa menga Mr. King yo'limda rahbar va'da berdi. Mana shu do'koningni ochilishingga senga nima sovg'a qilay deb so'radi. Men aytdim, menga bir konteyner zapchast sovg'a qil dedim. Borganimda ro'yxatini aytsang, bir konteyner zapchast seni sovg'a sifatida jo'nataman dedi. U albatta bizni rivojlanishimizga juda katta yordam bo'ladi. Bundan keyin zapchastlarimiz bir oy kutilmaydi. Bizda o'sha arxivda nimada bizda zaxirali skladda zapchastlar tayyor bo'ladi. Kutish hojati bo'lmaydi. Doimiy zapchastlarimizni konteynerlarda olib kelib buni yo'lga qo'yamiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Men o'zim 22 yildan beri ustachilik sohasi bo'yicha servisda ishlayman. Oldin bundan 10 yillar oldin o'zimizda Koreyadan zapchast kelaydi, Toshkentdan zapchast oldim, Samarqanddan. Zapchastlar Koreyadan keladi. Endi Koreyadan keladigan, Koreyadan kelgan zapchastlar masalan qanaqa sifatda turganini masalan bilamiz-da. Hozir o'sha zapchastlar Polshadan keladi. O'sha hozir nimaga Koreyadan kelyapti? Bu endi bu boshqa markalar o'zimizdan chiqargan mashinalar bor, masalan, Lasetti, Brusakda, Broltlar, Nexalar, bu motor zapchastlar va yo'qlar. Masalan, o'zingizga qaysi zapchastga borsangiz, Polshadan kelgan zapchast. Lekin o'sha Polshadan kelgan zapchastlar bu ko'proq yurgan mashina. Koreyadan kelgan mashina zapchastlar Qaysi brend mashina zapchast? Masalan, Brolta Lasetti, Brusak Lasetti. Shu bir olti lassetchilar zapchasti Polshadan kelyapti demoqchisiz, to'g'rimi? Yakunda avtomat korobkasini ham oldik. Lasetti Brusakni u ham Polshadan kelgan. Koreyadan kelmayapti hozir. Nima sababi bizga kelmayapti Koreyadan. Koreyadan kelgan zapchastlar sifatli. Koreyadan ko'proq yurgan zapchastlar. Boya aytib o'tgandek, zapchast sohasida endi boshlayapman. Polshadan ham lassetchi zapchastlar kelishini endi eshitdim. Koreyada o'zi juda ham ko'p lassetchi zapchastlar kelyapti Koreyadan. Bizlar 2 kun oldin Toshkentdagi Sergeli bozorida bo'ldik. Eski zapchast sotadigan bozorda aylandik. Lasetti, boshqa Dava, Spark juda ham ko'p bozor to'lgan. Va bugun ertalab men bormadim, lekin hamkorlarim tarjimon bilan birga Samarqanddagi zapchast sotadigan do'konlarga borib kelishdi. U yerda ham juda ham ko'p zapchastlar bor. Siz aytgan o'ziz nima savolingizga Koreyadan ham kelyapti deb aytyapsizmi? Yo'q demoqchimisiz yoki Koreyadan kelyapti, zapchastlar yo'q-da. Masalan, boramiz Polshadan kelganda ko'ramiz, masalan, qaysidir yaroqlar, qaysidir yaroqsiz bo'ladi. Masalan, bitta golf qo'yilgan bo'lsa, golfdan ichida hammasi klafyor, masalan, rasmlari ayrimi soz bo'ladi, ayrimi nosoz bo'ladi. Chunki ular ko'p ishlangan-da. Agar Koreyadan kelgan zapchastlar olib bitta golfdan shu yerga olsam, ichida hamma narsasi soz bo'ladi-da. Masalan, kam yurgan, masalan, 20 yurgan mashinani zapchastlari keladi Koreyada. Polshadan kelyapti, o'sha 100 mingdan 1 kundan oshgan mashinalar zapchastlar. bo'lmasa siz bilan hamkorlikda ishlashimiz mumkin. Aynan siz aytgan hozir Koreyadan kelmayapti degan mashinalarni ro'yxatini tuzib, sizga nechta Lasetti 1.6 dan nechta motor kerak yoki boshqa qanday zapchastlar kerak, hozir aynan yo'q deyotgan talab katta bo'lgan zapchastlarning ro'yxatini tuzib chiqsangiz, sizga tez fursatda jo'natib berishga harakat qilamiz.
Rahmat. Savollar bo'lsa, marhamat. Ozgina vaqtimiz bor. Iftorlikka hali bir 20 minutcha vaqtimiz bor. Masalan, Kia Bongo, bizlarga tashiydigan mashina koreyskiy bo'lsaga baqbor mashina ko'p xizmat qiladi. Shunaqa mashina zakaz bermoqchi bo'lsa yoki men o'zim mana shu kontrollarda yuraman, koreyskiy mashina zo'r deyishadi. Ham yaqinda ham bitta otaxonga Ochotdagi Kia Sport mashina sovg'a qildik. Shunaqa mashinalarni ozgina yurgandim, ozgina yurgandan zakaz qilsaga qancha avans berish kerak? Rahmat. Hozir bizlar Janubiy Koreyadan avtomobil sohasida boyab aytib o'tgandek 8 yildan oshiqroq vaqt bo'yicha avtomobil yetkazib kelyapmiz O'zbekiston va dunyoning boshqa bir davlatlariga. Hozir bu ofisimizni ochdik, endan bundan buyon harakat qilamiz. Tepada kontrakt shartnomalarimiz tayyor turadi. Agar kimda kim Koreyadan koreyskiy mana bu porterlarimiz bor, hozir bongolarimiz bor yoki mana tashqarida bizlar hozir bitta Palisade olib qo'yganmiz, Palisade va boshqa mashinalarga talab bo'ladigan bo'lsa, ba'zilarimiz ishonishlari uchun to'liq pulni bermaydilar. Bir-birimizni hali boshida yaxshi bilmaganlarimiz uchun 100% to'lov bo'lmasligi uchun agar kontrakt asosida olib keladigan bo'lsak 10% faqat zakolotini olib, buyurtmani olib, mashinani kelgandan keyin tamojadan qolgan pullarini to'lab olib chiqsa bo'ladi. Mashinalar 30 kun, 25 kun, ba'zida bayramlarga to'g'ri keladigan bo'lsa 35 kunning ichiga kirib kelyapti. Rahmat hammalaringizga kelganingiz uchun. Bugun uzoq yaqindan kelgan barcha mehmonlarimizni cho'yli dasturxon tayyorlaganlar. Mana shu hozir oz ochish vaqti ham kelyapti. Albatta duo qilinglar, mana shu yangi korxonani Alloh ishini barakasini bersin. Albatta bu bizlar uchun ham katta baxt. Chunki kimdir yaxshi mashina olmoqchi, kimdir mana o'zi akam aytganlaridek yaxshi zapchas qilib yuribdi. Mana shunga bu korxona chek qo'yadi. Mana shu korxona yaqindan yordam beradi. Bu korxonamiz 3 etajli. Past, albatta birinchi etajda akam Anvar akam aytadilarki, men o'zim ko'pincha Koreya davlatida bo'laman. Meni ukam shu yerda Samarqanddalar. Albatta men ukalarni o'z davlatimizga taklif qilamiz, sizlar tanib olishlaringiz uchun. Amirjon Salimov mana shu yerda bo'ladilar. Qanaqa sizlarga mashina kerak, qanaqa zapchas kerak? Akalar mana shu Koreya davlatidan yuboradilar. Bu akamdan kelib olishlaringiz mumkin, bemalol. Endi hozir yosh katta otaxonlarimiz aytadilarki, dasturxonni boshida bitta qiroat qilib, iftorlik vaqtiga tayyorlik qilib ko'raylik deyaptilar. Ruxsat berasizlarmi? Kelgan mehmonlarimizga xush kelibsizlar deymiz. Bizlar juda ham xursand. Mana shunaqa Samarqandimizga kelib, dam olib, bizlar bilan mana shunaqa savollarga javob berib, juda ham katta kompaniya ekan, korxona ekan, zapchaslarni ko'rdik, o'zi korxonani qisqacha tanishib oldik. Endi nasib bo'lsa, kimga qanaqa xizmat kerak bo'lsa-ga ham akam xizmatni beradi. Rahmat hamalaringizga, sog' bo'linglar deymiz. Endi dasturxonga taklif qilamiz. Anvar aka, rahmat sizlarga. Marhamat. Hamma tuna iftor albatta dasturxonga taklif qilamiz. Yonimizda. Amon bo'lib, bazilgohning nomi Amon. Rahmat.